Assalomu alaykum mening hurmatli kuzatuvchilarim va obunachilarim. Bugun biz sizlar bilan 5-sinf matematika 2-qism kitobida 29-betni birgalikda o'tamiz va darsimizni boshlaymiz. Juftlikda ishlang, javobni chamalash orqali toping. Chamalab topgan javobingiz bilan kalkulyatorda topilgan javobni solishtiring. Chamalash orqali topgan javobingizda aniq javobga qanchalik yaqin? A. 81,5 qo'shamiz 68,1. Taxminiy javob bu 149, aniq javob esa bu 149,51. Endi navbatdagisi B'si. 79,1 ayramiz 6,45. Taxminiy javob bizda 73, aniq javob esa bizda 72,56. Endi C'si. 40,8 ko'paytiramiz 9. Taxminiy javob 360, aniq javob esa bu 360,72. Endi E'sini qilamiz. 312,98 ko'paytiramiz 6. Taxminiy javob bu 1878, aniq javob esa 1877,88. Va endi bu yerda D va F qoldi. D'sini bajaramiz. 65,7 bo'lamiz 9 ga. Taxminiy javob bu 7, aniq javob esa bu 7,3. F'si 0,96 bo'lamiz 8 ga. Taxminiy javob bu 0,125, aniq javob esa bu 0,12. Va biz bularni bajarib bo'ldik. Endi pastdagisiga o'tamiz. O'ynang va o'rganingga. O'qib chiqamiz. Bo'lish amalini kalkulyatordan foydalanib bajaring. Yulduzcha qo'yilgan misollardan kalkulyatorda foydalanmang va javobini qanday topganingizni tushuntiring. 1/3. Javob esa 0,33 bo'ladi. Keyingisi 0,67 chiqadi. Yulduzcha qo'yilgan amallar bu kalkulyatorsiz bajarish kerak bo'lgan bo'lishi amallardir. Har bir sonni bo'linuvchi va bo'luvchiga ajratib, qo'lda bo'lishni bajardim. Har birini shunday qilib bajardim. Va endi keyingisiga o'tamiz. 7 ga bo'ling. 3 ni 7 ga bo'lish kerak ekan. Ya'ni 1 ni 7 ga. 1 ni 7 ga bo'lsak 0,4. Keyingisi 2 ni 7 ga bo'lish kerak. 3 ni 7 ga bo'lamiz. 4 ni 7 ga bo'lamiz. Va 5 ni 7 ga bo'lamiz. Va endi keyingisiga o'tamiz. 9 ga bo'ling. 1 ni 9 ga bo'lamiz. 2 ni 9 ga bo'lamiz. 3 ni 9 ga bo'lamiz. 4 ni 9 ga bo'lamiz. Va 5 ni 9 ga bo'lamiz. Hamda o'ynang va o'rganingni ham bajarib bo'ldik. 29-betimiz ham tugadi. Va 30-betga o'tdik. Biz bu yerda bajaring va o'rganingni bajarar ekanmiz. Bu yerda masalalar belgilangan.
Matnli masalalarni yeching va javobingizni asoslang. Birinchisi. Katta idishda 4,5 litr meva sharbati bor edi. Dilshoda uni 8 ta bir xil stakanga teng miqdorda sharbat quyganidan keyin idishda 1,3 litr sharbat qoldi. Har bir stakanga qanchadan sharbat quyilgan? 4,5 litr sharbat bor edi. 8 ta stakanga quygandan keyin 1,3 litr qoldi va biz bu yerda yechamiz. 4,5 ayiramiz 1,3 teng 3,2 litr sharbat ishlatilgan. Bu ishlatilgani. Keyin esa yana yozamiz. 3,2 bo'lamiz 8 ga va javobi 0,4 litr. 0 bu. 0,4 litr har bir stakanga tushgan. Javob bu 0,4 litr bo'ladi. Endi esa ikkinchisi ko'k tasma qizil tasmadan 7 marta uzunroq, sariq tasma esa qizildan 33,3 santimetr uzun. Ko'k tasmaning uzunligi 4,6 metr bo'lsa, sariq tasmaning uzunligini toping. Qizil tasma 33,3 santimetr, ko'k tasma 4,6 metr, ya'ni 406 santimetr bo'ladi. Sariq tasma esa 406 ni bo'lamiz 7 ga 58 santimetr bo'ladi. Shuni yozib qo'yaman. 4,6 metr bu 406 santimetr deb yozyapman. Va sariq tasmani topish uchun 406 santimetrni bo'lamiz 7 ga 58 santimetr chiqadi. Va javobimiz shu 58 santimetr. Endi 3-masalaga o'tamiz. Kolbaning 4/1 qismida suv bor. Kolba to'lishi uchun yana 0,72 litr suv quyish kerak. Kolbaning sig'imi necha litr? To'liq sig'imi bu x. Chunki noma'lum. Va biz yechishda o'sha to'liq sig'imini x deb olamiz. Bo'lamiz uni 4 ga va qo'shamiz 0,72 teng x chiqadi. Va biz yana yozamiz x teng 0,72 ko'paytiramiz 4 teng 2,88 litr. Demak, kolbaning to'liq sig'imi bu 2,88 litr ekan. To'rtinchisi, A idishda B idishdagidan 5 marta ko'p suv bor. A idishdan 15,5 litr suv B idishga quyilgach, har ikki idishdagi suv miqdori tenglashadi. Dastlab A idishda qancha suv bo'lgan?
15,5 ni bo'lamiz 4 ga teng javobi 3,875 litr chiqadi. Bu B ning boshlang'ich miqdori. Bu litr belgisi. Va A teng 5 ko'paytiramiz 3,875 ga teng javobi 19,375 litr chiqadi. Dastlab A idishda 19,375 litr suv bo'lgan. Va biz 30-betni ham tugatdik. Bizning bugungi video darsligimiz tugadi. Agar bu sizga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini ham bosib, keyingi video darsliklarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.